Agar sizning bolangizda tunda ixtiyorsiz sevib qo'yish holati kuzatilayotgan bo'lsa, uni qaysi mutaxassis davolash kerak? Urologmi yoki nevropatolog? Qayerda davolanish kerak? Davolanishning qanday usullari mavjud? To'liq davolashning imkoniyati bormi? Shu savollar to'g'risida savollaringizga javob olmoqchi bo'lsangiz, videomizni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mavzumiz bolalarda eng ko'p uchraydigan tungi enurezlar. Tungi enurez bu uyqu vaqtida ixtiyorsiz sevib qo'yishga tungi enurez deymiz. Asosan bu bolalarda uchraydigan kasallik, lekin o'smirlar hamda kattalarda ham bu holat kuzatilishi mumkin. Tungi enurezning keltirib chiqaruvchi bir nechta omillar mavjud. Birinchisi bu fiziologik omillar. Fiziologik omillar deganda siydik qopchasining normadan kichikligi. Ikkinchisi chuqur uyqu, ya'ni bola uyg'onishga ulgurmaydi. Uyquni ichida sevib qo'yish holati. Ikki omillardan eng kattasi tunda siydik ishlab chiqarishning kamaytiruvchi gormonlarni yaxshi ishlamasligi, bu tunda ixtiyorsiz sevib qo'yishga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchisi, hozirgi vaqtda eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu psixologik sabablar. Ya'ni oilada muammolarning ko'p bo'lishi, bolalarda stress, qo'rquv, vahimalarning ko'p bo'lishi sabab bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda siydik yo'llar infeksiyalari, nevrologik muammolar, diabetik bolalarda uchraydigan kasalliklar ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Siydik tutolmaslik, ya'ni tungi enurezning qanday turlari mavjud? Tungi enurezning birlamchi hamda ikkilamchi turlari mavjud. Birlamchi turlarda bola tug'ilgandan beri 5 yoshdan o'tsa ham sevib qo'yish davom etsa, bu birlamchi turga kiradi. Lekin 5-6 yoshgacha bola siymagan, undan keyin sevib qo'yish holati kuzatilyapti. Bu ikkilamchi siydik tutolmaslik, ya'ni tungi enurez. Qanday qilib tungi enurezni to'g'ri davolashimiz mumkin? Agar sizning bolangizda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda, esingizda qolsin, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda tungi enurez holati kuzatilsa, dori-darmon bilan davolashga hech qachon shoshilmang. 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda tungi enurez bu fiziologik holat bo'lishi mumkin. Davolash kerakmi shu yoshda? Albatta davolash kerak, faqat dori-darmonlarsiz. Qanday usulda davolash kerak? 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda asosan kunning ikkinchi yarmidan ortiqcha suyuqlik iste'mol qilishni cheklaymiz. Bu degani suyuqlik bermang degani emas. Chunki yoz oylarida bolalarda suvsizlanish holati, agar suyuqlikning kam bersangiz, suvsizlanish holati kuzatilishi mumkin. Me'yordan ortiq suyuqlik berish taqiqlanadi bu kasallikda. Ikkinchisi, sho'r narsalarni ko'p iste'mol qilmaslik. Bolalar ko'p sho'r narsa iste'mol qilganida ko'proq suyuqlik ichishga majbur bo'lib qoladi. Agar kunning ikkinchi yarmidan bola ko'proq suyuqlik ichsa, uyqu fazasida aynan seyish kuchayishi mumkin. Bolalarda shuni hisobiga ko'proq sevib qo'yish kuzatilishi mumkin. Ikkinchisi, bolalarni yotishdan oldin albatta hojatxonaga borib kelishni tavsiya qilish kerak. Borib yotishdan oldin siydirish kerak bolani. Bolalar yotadigan uyni harorati past bo'lmasligi kerak. Albatta bolangizni uyqu fazasida, demak, soat misol uchun 9 da uxladi deylik. Yotishdan oldin to'stingiz, har 3 soatda budilnik qo'yib, sekin-asta bolani so'kib, achchiq qilib, baqirib, qo'rqitib uyg'otish kerak emas. Sekin-asta uyg'otib, bolani hojatxonaga olib borib, siydirib, olib kelib yana qaytadan yotkazilish kerak. Bola siyganini o'zi his qilish kerak. Uni joyida o'rnidan shunday turgizdirib, siydirib yana uxlatib qo'yish kerak emas. Bu narsani bolangizda 3 oy takrorlasangiz, bolada bosh miya bilan orqa miya orasidagi bog'liqlik paydo bo'ladi hamda bolangiz o'zi avtomatik kechasi uyg'onishga o'tadi. Agar siz 5 yoshgacha bo'lgan bolalaringizda mana shu aytgan usullarni qo'llasangiz, sizga shifokorning ham keragi bo'lmaydi. Endi 5 yoshdan oshgan bolalar uchun davolash sxemasi qanaqa? Albatta davolash 5 yoshdan oshgan bolalarga qo'shimchasiga, hozir aytgan usullarimizga qo'shimchasiga dori-darmonlar ham qo'shiladi. Sho'r narsalar hamda gazli ichimliklarni iste'mol qilishni to'xtatish kerak. Agar bolangiz tunda ixtiyorsiz sevib qo'ysa, esda qoladigan narsa mumkin emas. Qaysilar mumkin emas? Bolangizni
qo'rqitib, baqirib, urib uyg'otishingiz yoki so'kishingiz, bolangizni uyat qilishingiz mumkin emas. Amaliyotda ko'p bolalar bilan suhbatlashganimizda deyarli tunda siyib qo'yadigan bolalarning 70-80% da qabziyat aniqlangan. Esingizda qolsin. Agar bolangizda qabziyat kuzatilsa, qabziyatni davolamasdan turib, tungi anevrizmni davolash juda ham qiyin. Bolangizni dori bilan davolashda albatta siz nevropatolog mutaxassisga murojaat qiling. O'zingiz bilmasdan keraksiz dorilarni berib qo'yishingiz mumkin. Agar bolangizga noto'g'ri dori bersangiz, hali organizmi to'liq rivojlanmaganligi uchun bolangizning ichki a'zolariga, jigarlariga zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Bolalarda tungi anevrizda dorilarga qo'shimcha fizioterapevtik muolajalardan ham foydalanamiz. Agar siz yuqoridagi aytganlarga amal qilsangiz, bolangizdagi tungi anevriz kasalligi to'g'ri davolash taktikasini tanlasangiz 100% tuzaladi. Ayrim holatlarda bolalarda uyg'oqlikda hamda uyquda siyib qo'yish holatlari kuzatiladi. Bunday holatlarda albatta bolangiz tekshiruvdan o'tishi kerak. Bunda tungi anevriz tashxisi emas, balkim boshqa kasallik ketayotgan bo'lishi mumkin.